Assalamu alaykum aziz do'stlar, hammalarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men tunagun yuqoridagi bu bizning shu 20-asr tariximizda o'tgan eng mashhur madaniyat arboblarimizninki bir yerda o'ltirgan suratini ko'pchilikka yo'llab qo'ydim. Bu suratlarning beshidagi o'ltirgan kishi qizil do'ppilik, bu Shukr Yalqin. O'zi g'uljilik nima? O'zi hamda g'uljoyi asosligi Urumchida o'tgan. Şu 40 yıllardan Şarkı Türkistan'ın medeniyet sahası da bulup mu şiiriyat, drama sahası tonulgan Özbek şairi. Özü Taşkent'te doğulgan, Taşkent'te üniversite bitirgenden keyin şu 30. yıllarning 5'ida tahminen 1931-33 aralığında Sovet İttifaqıda zor bir açarçılık oldu. Ukraynada, onundan keyin şu Qozog'iston, hem Qirg'izistonda, O'zbekistonning qisman joylarida mana shu vaqtda nurg'un odamlar bu Sharqiy Turkistonga qochib kelgan, asosligi Uyg'urlar, undan zo'r sonda qozoqlar, ma'lum sonda qirg'izlar va ma'lum sonda o'zbeklar bor. Onun oldidagilar 26 yildan 29 yilgacha bo'lganlikda bir ketishlar bo'ldi o tarafdan Sharqiy Turkistonga. Yani bu asosligi 28 yilda boshlangan bu Sovet İttifaqidagi kooperatsiyalashtirish, sanoatlashtirish, anadan keyin boy kulaklarga zarba berish harkat tufaylidan nurg'un odamlar qo'l qilinish, tutqun qilish, zarba berishdan qo'rqib, iqtisodiy sharoiti yuqori bo'lgan bundaq oilalar bular Sharqiy Turkistonga qochib o'tgan. Bularning ichida xili ko'p sonda o'zbeklar bor. Bular 26 yilning oxirlaridan boshlab kelib, oldidan Qashqarga, ondan Qashqar taraflardan G'ulji taraflarga kelib yerlashgan, bir qismlari Urumchiga yerlashgan. Albatta bevosita shu G'ulji taraflarga kelib yerlashganlar bor. Ana shularning biri qatorida Elxon To'rimi 1931-yili shu Sovet Ittifoqininki turmisidan qochib G'uljiga kelib yerlashib, G'ulji turib qolgan tarixi bor. Uning o'g'illari, farzandlari shuningdan keyin ilgari keyin G'uljiga kelib, G'uljida dadasi bilan birlashgan. Masalan, G'apparxon, Asilxon qatorliq bu o'g'illari. Hamda shu vaqtdagi 31dagi 32gacha bo'lgan, bo'libmi 33gacha davomlashdi. Bu cho'ng qechishda kelgan odamlar nayt ko'p, Uyg'ur ziyolilaridan nayt ko'pining bir qismi shu vaqtda Qozog'iston tuproqlaridan kelgan. Masalan, Ziyo Samadiy deymiz, Zunun Teypop deymiz va boshqa nurg'un odamlar. Sanısak qismi ko'p. Hamda mana bular shu Shukr Yalqin shu vaqtda kelgan o'zbek shoirlarining biri. Yana birisi G'uljida Hamid Saidi degan bir kishi o'tgan, atoqli adib, shoir, yozuvchi. Shular bir guruh bor. Bana bu suratning ikkinchi Shukr Yalqinning yendiksi Abdurahim O'tkir rahmatlik. O Abdurahim O'tkirning kimligini demasakmi, sizlar hammanglar nayt yaxshi bilasizlar. Bizning tariximizdagi eng mashhur, eng ko'p tonishtirilgan hayot faoliyatlari tonishtirilgan bir adibimiz hem alimimiz 20-asr Uyg'ur shu siyosiy, ijtimoiy, madaniyat, adabiyot san'at tarixidagi zo'r bir abida desak bo'ladi. Uning yendiki Ahmad Ziyoyi 20-asrning 30-yillarida shu Uyg'ur adabiyotida bir yulduz kabi tonilgan odam. U mundaq chiqqanchagida klassik adabiyot bilan hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotini tutashtirgan, bog'lagan bir shaxs. 30-yillarda uning yozgan asarlari xalq tonilishga boshlagan bo'lib, Qashqardagi Yangi hayot gazetida ishildi. Keyin Qashqarda bu Yangi hayot gazeti Shinsay tarafidan Qashqar Shinjong gazetiga o'zgartirilgandan keyin ham u gazet ishladi. 48-yillarda Nanjingga berib Gomindangning qurultoyi qatnashgan bir tarixiy jarayonlari bor. Bu kishiningki 49dan keyin bir mezgil turmilib yotgan, undan keyin qo'yib berilgan. Shundan bu kishi bu Mahmud Qashqarining turk tillar divanini nashrga tayyorlash va boshqa nurg'un ishlarga qatnashgan. Yusuf Hasajibning Qutatqu bilib bu asarni tayyorlash ishlariga qatnashgan. Ham bu kishi bu ham ilm arbobi, ham madaniyat arbobi, ham tonilgan shoir. Ahmed Ziyoyining ta'siri nayt cho'nqur bo'lgan bir arbob. Yendiksi Ibrohim Muti. 20-asr, balkim 21-asrga tutashgan Uyg'ur şunaslıqdaki, Uyg'ur filologiyasidagi eng mashhur olimlarimizning biri. Bu kishilardan men İbrahim Muti bilan 94-yilda Urumchida 5-6 soatlab suhbatlashgan, nurg'un tarixiy voqealarni so'zlab bergan, o'zining Toshkentda 5-dan o'tgan o'qish jarayonida 36dan 38-yilgacha bo'lgan oralıqda taxminan 2 yil O'rta Osiyo universitetida o'qidi bu kishi, shu vaqtdagi chiqargan o'quvchilar qatorida.
Şu vaqtida ko'rgan bilgan ishlarni so'zlab bergan, 50-yillardagi so'zlab bergan bo'libmi o'zining Mo'min Emrayev, ya'ni usta olim, Sovet Uyg'ur adabiyotidagi tunji Uyg'ur romanini yozgan yozuvchi. Bu adam keyingi vaqtlarda Sharq Turkistonga evatilgan 50-yillarda Urumchida bu xalq ishlar nazoratida bo'lsa kerak, shu yerda ishlash jarayonida mashina hodisasi bilan vafot bo'lgan. Mana bu kishi bilan bo'lgan uchrashishlarni so'zlab bergan edi. İbrahim Muti bilan ilgari 3-4 qatim suhbatda bo'ldim. Buni chonqur ta'sir qildigan. Abdurahim O'tkir bilan rahmatli bilanmi 4-5 qatimlab suhbatlarda bo'lgan. O kishininki 84-yilda Markaziy Millatlar institutida o'qiyotganda so'zlagan leksiyalarini anglagan. 85, 87, 91 aralıqlarda 3-4 qatim ko'rishib, uzun suhbatda bo'lgan. Tarixiy Uyg'ur adabiyoti va boshqa masalalar haqidagi bayonlarini, ko'z qarashlarini anglagan. Ham mening yozgan asarlarimni shu vaqtida bu kishi o'z qo'liga elib, o'zi o'qib, ba'zi fikrlarni bergan, tuzitish fikrlarini, muhim bizga ta'sir ko'rsatgan bir arbob endi. Buning uchun shukr yolqinni men ko'p ko'ratdim Urumchi ko'chalarida, mana shu qiyofatda qizil do'ppilik, uzun soqolliq, uzun chiroyli bir odam edi, lekin u kishi bilan bevosita suhbatlarda bo'lmagan. Ahmet Ziyoyini ko'rgan, lekin suhbatda bo'lmagan. Ammo bularning ichida Abdurahim O'tkir bilan İbrahim Muti bu ikkisi bilan ko'p bevosita uchrashib suhbatlarda bo'lgan edi. Bu to'taylarning bir yerda turgan suratini ko'rib, ko'pchilikka yo'llab qo'ydim. Olimlarimizni unutmaylik. Millatimiz uchun asl qo'shgan, to'p qo'shgan, qanday shaklda to'p qo'shgan arboblarimizni har qachon unutmasligimiz, ularni aslashimiz, ularning asarlarini o'qishimiz, xotirlashimiz kerak. Uyg'urning olimlarini Uyg'ur o'zi hurmat qilish kerak. O'zining xalqini, o'zining olimlarini o'zi hurmatlamagan, o'zi qadrlamagan millatni boshqalar qadrlamaydi hech qachon.